Ho'p, assalomu alaykum ustalar. Mana pastga olish jarayonidamiz. Birinchi disk oldik. Bir qator disk uramiz. Albatta chizib olasangiz, chizmasdan mana mo'ljalingizni olsa. Chizsangiz plotni tushadi bir-biriga. Undan keyin mana 50 talik urdik. 50 talik saloni qoraytirib chiziqlarga qo'yamiz. Undan keyin hozir ustalayveramiz. Hop, mana 300 ni ham urib oldik. Bu 50 edi, bu 300. Rangi sal qoraydi. Lekin ustida bo'lishiga bor. Hop, endi 500 talayveramiz. Hop, mana 500 ni ham urib oldik. Mana endi 1000 ni uramiz. Hop, 1000 talikdan ham urdik mana. Rangi qoraydi. Lekin hali brisk yo'q. Chunki hali 1,5 ni ham urish kerak. Mana 500 bilan 1000 ni farqini ko'ringlar. Mana bu qora, bu ochroq. Endi hozir 1,5 ni uramiz. Hop, mana 1,5 ni urdik endi. Ana endi baho beraylik faskiga mana. Yaltirashni qaranglar mana. Ana yaltirashni ko'rsangiz, blisk keldi endi mana. Ana endi bu tosh ishlatishga tayyor. Menatimizga bitta like bosib qo'yasizlar. Gazga bosamiz.